Salom do'stlar, bugungi videomiz eng yaxshi VPN haqida bo'ladi. Uni qanaqa qilib o'rnatish va qanaqa qilib ishlatish haqida noldan tushuntirib o'tamiz. Videomiz keng tarqalishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda Play Marketga kiramiz. Android foydalanuvchilari uchun agar siz telefoningiz iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store'dan yuklab olishingiz mumkin. Kirganimizda pastda qidiruv tugmasiga bosamiz va Secure VPN deb yozamiz. Yozganimizda birinchida Secure VPN chiqadi. Buni o'rnatishga bosamiz. VPN ni yuklab oldi va ochish tugmasining ustiga bosamiz. Xo'p, VPN ni ichiga kirganda shunaqangi oyna chiqadi sizga. Ya'ni foydalanish shartlariga rozi bo'lasiz. Accept tugmasini bosasiz, ya'ni yashil tugmachani. Bosganimizda biroz kutamiz. Bu tez ishlash uchun internetingiz ham tez bo'lishi kerak, ya'ni internetingiz sekin bo'lsa, bu VPN ham sekin ishlaydi. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin, bizga oylik tariflarini ko'rsatyapti, ya'ni bir oyiga $5, yiliga $30. Bizga bepul versiyasi ham yetadi. Bu pulligini ishlatsangiz, ya'ni ko'p variantlari bor. Tepadagi globus ustiga bosganimizda ko'rishingiz mumkin, 4 ta davlat bepul, ya'ni bepul foydalanishingiz mumkin. Pastdagi davlatlar pulli bular. Bizga bepulni o'zi yetadi. Xohlagan davlatni tanlashingiz mumkin: Germaniya, Polsha, Fransiya, Niderlandiya. Yoki bo'lmasa, connect tugmasini bossangiz, o'zi avtomatik sizga davlat tanlab beradi. Bu VPN xavfsiz, virus yoki boshqa narsasi yo'q, bemalol ishlatishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videomiz nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiring.